Kelganimda oyog'imda og'riq kuchli edi, yurolmay qoldim, chiday olmadim. O'sha kelganimda holatim og'ir edi juda ham. Operatsiyaga qo'rqib yurdim. Undan oldin rosa qildiraymi, qildirmaymi deb 2 yil og'riq bilan yurdim. Faqat og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yurdim. Allohimga shukr deyman. Yaxshi ham shu doktorlar bor ekan. Hozir umuman og'rig'i yo'q. Operatsiyadan qo'rqish kerak emas ekan. Men o'zim qo'rqqandim operatsiyadan. Hech narsani sezmadim, og'rig'i ham sezmadim. Operatsiyadan keyin ham unaqa og'riqli kuchli bo'lmadi. Qo'llari yengil doktor ekanlar, to'g'risini aytaman. O'zim yurib, o'zim og'riqlasiz bor ekan-u deb anaqami og'riqlasiz ham bor ekan. Bemorimiz bizga murojaat qilib kelgan paytlarda yurolmasdan oyoqdagi juda ham kuchli og'riqlarga shikoyat qilayotgandilar. MR tekshiruvlarini ko'rganimizda katta grija o'ng tomonlama chiqib kelgan, bel sohasida chiqqan edi. Uni endoskopik usulda olib tashladik va bugunda bemorimiz mana oradan 2 hafta o'tgan, lekin juda ham o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Yurishlari ham, og'riqlari yaxshi, og'riq bermayapti. Yo'q, shikoyatim yo'q. Og'riqlari yo'q, yurishlari juda ham yaxshi, kuchi bor, lekin salgina uyushishlar bor, chunki 2 yil mobaynida faqatgina konservativ lecheniya olib qo'rqib yurganlar. O'shaning hisobiga operatsiyadan keyin ham saqlanib turadi. Hozir dori-darmon yozib berdik, uyushishlarni yana kamaytirishlik uchun. Bu yog'iga yana kuzatuvimiz ostida bo'lib turadi.